Bloger Husnoraga nima bo'ldi? Assalomu alaykum. Rasmiy xabarlar olami kanalimizga xush kelibsiz. Ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'layotgan mazkur video tarqalib ketdi. Ya'ni bu videoni Husnora o'z Instagram sahifasiga istoriya qilib va post qilib qo'ygan. Yo'l-patrul xizmat xodimi mashinasida to'xtab turgan. Bloger Husnorani juda qo'pol so'zlar bilan haqorat qildi degan shantaj video tarqaldi. Biroq tanganing ikkinchi tomoni ham bor, azizlar. Yo'l-patrul xizmati xodimi bir necha bor ogohlantirganiga qaramay, bloger talabga bo'ysunmagan va harakatni davom ettirgan. O'zbekistonda yashab, o'zbek tilida gapirmagani o'rinsiz. Tilingni hurmat qilmagan odamdan hurmat kutish kerakmi? Unga ko'plab o'zini kuzatuvchi muxlislari Instagramda kommentariyalar qoldirgan. Kimdir o'tishiga yo'li tozalayotganda sen bez bo'lib kelib to'xtading. Senga sirena chaldi, gapirdi, bir tinga olmading. Nima qilsin? Keyin baqirdi. O'zidan allakim yasavogansan. Endi shantaj qilyapsan deya izohlarda yozib qoldirilgan va bunga javoban mana haqiqat, bu artistlar, san'at vakillari o'zini kimdir deb o'ylaydi. Har doim ko'pchiligi shunaqa bo'lib ketgan. Hamma yo'da hamma narsa mumkin deb o'ylashadi. Bilib bilmay yomon ko'rsatib qo'yishadi. GAI xodimlarni ichida ham yaxshi insonlar bor deya Husnoraning videoroligiga javoban uning kuzatuvchilari shunday deya izohlar qoldirgan. Tezkor va so'nggi shou-biznes xabarlarni, yangiliklarni bizning kanalimizda kuzatib borishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.